Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilar, YouTube ishqibozlari. Bizni kuzatib boring. Mana yo'lni davom etgan yo'q, hali to'xtab turibdi. Mana shu tashlab boramiz, yangilik bo'lsa agar. Obunachilar bizni kuzatib boring. Mana shunday go'zal joylarni tashlab boramiz. Daryolarimizga ham suv zo'r, yaxshi kelyapti. Ana bu yil bahorimiz juda zo'r keldi. Isir davridagi bahor qaytdi. Mana buloqlarni ham qarang, mana oldin chiqmas edi mana shunday suvlar. Mana suvlar sharqillab suv oqib, yerda namligidan hammasi. Oldingi videolarimizda mana shu yerda tashlaganimizda juda qisqa eshak odam arang o'tardi. Mana kamar tagidan qisilib o'tardi. Mana hozir kengaytirib yo'l qilib chiqqan Sharsharaga. Bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'ling, like, podpiska qilingizlar. Mana shunday go'zal tabiatlarni tashlab boramiz. Mana yo'limiz mana shundan chiqqan edi, mana shundan ketgan edi oldin, mana shu yo'l. Eski yo'limiz, eshak yo'limiz, mana shuni tushgan edi. Hozir qarang, mana daryo bo'yidan katta yo'l qilib, mashina o'tadigan yo'l qilib qo'yibdi. Mana tabiatlarimiz bahor faslida lolalar ochilgan, ko'm-ko'k maysalar. Bugun nasib bo'lsa, videoni Zarmaskacha olib boramiz. Zarmas qishloqlarini iloji bo'lsa ko'rsatib o'tamiz. Mana Sharsharaga yaqinlashdik. Mana yo'l. Kuzatuvchilar, mana yo'lni ko'rib boringizlar. Yo'l ochiq, faqat mashina yura olmaydi. Mana Sharsharaga keldik hozir. Sharshara uzoqdan kuzatamiz. Mana yo'llarni ko'rib olingizlar. Tagida odam ham bo'lsa kerak. Sharsharaamiz. Sharsharaamiz o'zgarasha. Suv ham zo'r. Mana bu yer Sharsharadan keyingi yo'l. Mana qiynalib eshaklarimiz chiqadigan joylar mana shu yerlar.
Mana shu yerdan eshaklar arang o'tadi. Daryoni bo'yi. Yo'llarni qarang. Qanday qisqa, odamlar ko'tarib yo'l qilgan daryo bo'yidan. Mana qarang, daryolar ko'tarib yo'l qilgan mana. Mana. Buni shoti deydi, shoti. Narvon deydi adabiy tilda. Mana qisqa yo'l. Mana shular ko'targan mana qarang. Qanday ajoyib tarzda ko'targan stoyka berib. Mana stoykalari. Daryo ichidan stoyka berib ko'tarma yo'l qilishdi. Oldingi safar ham video qildik bu yo'llarni. Esdalik bo'lib qoladi bular yo'l o'tgandan keyin. Mana shu yo'ldan Amir Temur bobomiz ham o'tgan. Mana shu yo'llardan. Ospasdan yo'lni kengaytirib kelyapti. Nasib etsa bu turistik yo'llar bo'lib qoladi. Chiroyli yo'llar bo'lib qoladi. Ham piyoda o'tadigan yo'l, ham mashina bilan yuradigan yo'l bo'ladi. Qarang, toshlar osilib turibdi mana bunday. Mana tagida yo'l bor mana. Qarang, toshni kesib yo'l qilgan mana shular. Qarang balandligini. Ana shunday joyda kesib yo'l qilgan mana shular. Bizni kuzatishda davom eting, yana ham davom etamiz. Zarmasgacha boramiz bugun. Qarang lolalarni qarang. Qanday chiroyli ochilgan bahorimiz nihoyatda zo'r. Odam havas qiladigan arziydi. Qarang, lolalarni qarang. Mana lolalar. Mana hozir yo'limizning nomi Ko'tan-Tattar yo'li mana shu. Qiynalib chiqqani uchun odamlar shunday nomlagan. Eshaklar qiynalib chiqqan mana shu yerdan. Odam charchatdi-ku. Qarang qancha balandlikdan buriladi bu mana.
30 metr bor ana shu. Mana burilib chiqib ketgan yana. Mana yo'llarimiz burilib chiqqan. Tikka tortib chiqib bo'lmaydi bu yerdan. Mana oxirgi burilishga kelyapmiz. Mana shunday podyomdan chiqib keladi. Mana oxirgi podyomdan burilishga kelyapmiz. Mana shunday toshlar orasidan yo'l o'tgan. Mana shu yerlardan ham mashina yo'l o'tadi. Nasib etsa. Mana haykal toshimiz. Yo'lni kuzatishda davom etamiz. Biz bilan birga bo'ling. Mana tegirmonga ham yaqinlashdik hozir. Qarang yo'llar ajoyibligini. Mana bu tomoni Kamartosh. Mana past tomondan yo'l o'tgan.